Hammaga salom do'stlar. Bugun men bu orolda 50 kun yashab qolishim kerak. 5 minut. Telefonda o'ynayman. Qotishlar bo'lsa uzr. Mana buni yoqib, keyin buni yoqib. Bo'ldi. Ana endi bir day. Bugun birinchi kun. Nimali? Lekin men telefonda o'ynayapman. Telefonni mana shu kompyuterdan pil usulga o'rtasida mana. Ko'ring, kunlikka bo'lishi mumkin mana. Mana shu o'rtasida bor narsa telefonda ham bo'ladi. Buni o'rgataman. Like va obuna yozib ketingizlar. Yoqqan bo'lsa fikrlaringiz kommentariyada kirasizlar. Pastga tushib touch deganga kirasiz. Pastroqqa tushgandan keyin mana shuni men yo'q qo'yaman. Buni uncha qo'yasiz. Mana ekranda agar buni yana borib shu ustiga bitta yoqib qo'ysam, mana shu paydo bo'ladi. Lekin bu telefonda o'ynash juda ham qiyin. Yoqqanlar like va obuna, men o'chirib qo'yaman buni. Biz bugun birdan 50 kun emas. Bizlarga bitta narsa belgilab qo'ygan. Mana shu 10 daqiqa bo'yicha nima desam ekan, bu orolda tura olamiz. Agar mana shu 10 daqiqaning ichida o'lib qolsak, bizni bu oroldan haydab yuboradi. Shuning uchun bugun men birinchidan daraxt olamiz. Qanaqa orolchaligini bilmayman. O'rganib, yashab ketamiz kerak. Mayli buni qo'y. Mayli. Mana. Silok şup. Yenci bu. İşte. Tapor va kilka. Bitta, ikkita va tapor qilichlar yetadi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bo'ldi yetadi sizga. Agar bu video ko'p ko'rilib, ko'p like yig'sa, men do'stim bilan shu orolda 100 kun yashashga harakat qilaman. Telefonda qotishlar bo'ladi. Uzr so'rayman ular uchun. Tapor, kilka, pichka. Lekin ruhlar negadir sinib o'zidan ruhlar yo'qmi ko'p ekan lekin. Daraxtlar kichkinacha. 1, 2, 3. 3 tadan iborat.
Bu niye şu to'rttaroq ketadi? To'rtta nima qo'yib qo'yadi? Noinsoflik bu. Kirishni o'zini bunaqasiga qilsa bo'lmasmidi? Ya qo'y, o'zing. Ana. 5 daqiqa ham bo'lib qo'yibdi-ku. Men shunday 10 daqiqamda ovqat yig'ishga o'tkazaman. Buni ikkinchi qismi chiqish uchun kommentariyaga yozib ketingizlar. Kommentariyaga 2 deb yo'q qo'ysangiz, men ikkinchi qismini chiqaraman. Shuncha urug'lar просто yotibdi. Floss. Brachki. Ne floss. Чучка. Просто голову бьёт. Просто голову. Menimcha men o'ylabmanki ovqat kerakmas deb. Do'stlar, sizlarga bitta suv xususiymi? Mana qilasizlar. Bu bittasiga bitta har bitta bo'yoq kerakmi? Eng zo'risi. Bunu bitta qo'yasiz bunday. Yotoq yasaysiz. Yotoq qo'yib, bunday qilasiz. Toshliq qilishdi. Jon toshdan deyman. Qani? Daqiqa. Toshliq qo'ydim. Men ikkinchi qismda uy quraman. Mok, normal değil. Fark. Oh. Nasıl işte? Sormam lazım. Görüyorsun. Hiç sıkıntı yok. Yotağım sabzire, orqada sabzire, keyin qora. Metros. Juda oldu. Hali men mol ferma quraman, qo'y ko'paytiraman, otim bo'ladi. Tipa nima bor ekan yomon chiqdimda. Yomon qiziqyapman tipa nima borligiga.
Ana tepaga ham chiqdim. Tepada lava bo'lsa like for buni. Endi aytdim-ku lava. Shuncha lava kim bor? Kim yong'in. Bo'ldi, pajani chaqirib yuboringlar, 103 ga telefon qilib, iltimos. Yong'in bo'lyapti uyda. Xullas do'stlar, mana 10 minutdan o'tdi va men videoni to'xtatdim. Ikkinchi qism chiqish uchun like va obuna yozib bosib qo'yinglar va kommentariyaga 2 belgisini qoldiringlar va ikkinchi qism chiqadi. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun like va obuna bosganlar uchun rahmat.